aka. Bu nima? Uydagi unitazni olib keldingizmi, aka? Qimmat turadi, erta pulida. Yomon ekan, lekin bu rosa qiziqdim-da buni. Real qattiq oldingiz bu narsani. Bitta firmasi yozilgan. Xotinga sovg'a qilib olib keldim. Yoqmadi. O'shuning uchun o'rniga boshqa narsa olmoqchiman. Gap yo'q, lekin toshlari ham yig'ib qo'yibdi, lekin вообще maxsus shu xotiningiz uchun qildirganmiz deyman-da. Zakaz qilib polностью. Shunaqa firma bor, xabaring yo'qmi-kan? Yo'q, aka. Mayli, unda hozir tarozida o'lchab ko'ramiz. Aytganimdek maxsus tarozimizda bor. Shunda berib yuboring menga maxsus tarozi. Rahmat. Aka, lekin ozgina yordam berib olasiz? Bali. Aka, 2885 kilo. Aka, adashmasam bu 3-9 tilla. Ha, adashmading. 2885 kilo. Xo'p, 28850 gram bo'ladi ekan, aka. Matematikadan ham yaxshi ekansan. Ha, aka, matematikada yaxshi. Xo'p, bugungi kunda 3-9 narxi 1 million 900 mingdan bo'lganda 54 milliard 815 million bo'ladi ekan, aka. To'g'ri. Pulinglar bormi? Pulinglar yetadimi? Aka, puldan muammo yo'q, pul yetadi. Qarang, ko'raylik. Ketdik bunsa. Xo'p, mana. Aka, bu 200 million, O'lkam, to'xta. 400 million. So'mda berasan. So'mda beriladi, albatta. Dollarda bermaysan buni. Qanaqa bo'lib ketaman? Aka, dollarda bizda afsuski mumkin emas, faqat o'zimizning milliy so'mimizda, milliy valyutamizda beriladi, aka. Xohlasangiz, mana shu aytgan summamni sizni mashinangizga o'zim ortib beraman bagajnikiga. Muammo yo'q undan. Bo'ldi. Unaqa bo'lsa mayli. Ketdi unda, aka. Ketdi. Aka, shu paketga bor. Hamma qora paketga solib berganman. Oxirgi mana paket qo'yapman. Ko'p bo'ldi pul. Eslatib o'taman, 54 milliard 815 million. Hammasini joyladi, aka. Rozi bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizlarga.